Shohruxxon, Jeki Chan, Temur Odam, Sulton Sulaymon, Qirolicha, Nixon, Skala, Ronaldo, Messi va ko'plab mashhur insonlar mum haykali va bularning barchasi Toshkent City Yulduzlar muzeyida joylashgan. Men bu joyga sayohat qildim va bu joyda 3 nafar o'zbek san'atkorlarining haykallarini ham ko'rdim. Ular kimligini bilish istasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Like bosish esingizdan chiqmasin. Videoni boshladik. Va nihoyat, video boshida va'da qilingan 3 nafar o'zbek san'atkorlari kimlar edi? Eng avvalo so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev, qiziqchi Obid Asomov va estrada qirolichasi Yulduz Usmonova haykallari edi. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.